ketdik. Qanaqa ketamiz Bahodir? Akula tutgani. Sirdaryoga. Kuzatishda davom etinglar. Baliq oviga ham keldik. Palatga qo'yasanmi, qo'ymaysanmi? Ustoz o'zlari mana. Palatga ham tayyorlayapmiz kechqurun qolishga. Hadi baraka. Piknik. Assalomu alaykum rahmatulloh. Mana mashinada piknik bo'ladi. Inshaalloh mana shu 15 minutda tayyor uy bo'ladi. Ishga professional yondashish anaqa bo'ladi mana. Hozir mana. Gelmeden. En oyisi Mana sizlarga ajoyib manzara. Qarmolarni tashab qo'ydik mana suvga. Havo ozgina aynib ketdi mana. Yomg'ir yog'yapti ozgina, chaqmoqlar chalyapti. Shamol bo'lyapti, lekin odam maza qilyapti. Havo zo'r. Inshaalloh katta baliq tutamiz. Rejalar katta. Masadek bor ekan ustozim. Mana bu hozir. Ben 6 attım. Size de işte. Общий 10. Ya ikkita joyda o'tirmiz. Mana kechqurun 12 dan o'tdi. Olov atrofida Salik bir akam bilan birga suhbatlashib o'tiribmiz. Maza qilib, sovuq, havo salqin. Zo'r-ku. Baliqlar tushdan darak yo'q hozircha. Xudo xolisa tushib qolar. Mana. Ziyoddin bilan o'tirmiz mana. Gaplar. Bahodir nima bo'ldi? Ha, to'nkaga qoldi. Kattaroq tushib qoluvdi. Nima ilinib qoldi? Ipi ilinib qoldimi? Baliq ilinib qoldi ipiga. Uzilib ketdi keyin. Ololmadimi? Qiyin bo'ldi. Mayli, nasib qilsa yana tushib qoladi Xudo xolisa. Kattaroq edi. Mana yerda qarma turibdi. Mana to'nga otdi. Do'stlar bilan ribalkaga chiqdim. Men bu soha bo'yicha unaqa ekspert emasman. Shunchaki za kompaniya ham chiqdim. Sirdaryoning bo'yi mana shu. Shunaqasiga polni hamma qarmoq tashagan. Uyoq taraflar ham
Bunaqasi ham ko'ziz yetgan joygacha bor. Hammasi baliqchilar mana mashinalar suvning o'rtalarida mana qayiqchalarda kechasi bilan ovqat chiqishyapti. Havo o'zgarganigami ko'pchilikda hali unaqa tushmayotgan ekan. Buni endi o'zini yaxshi ko'rgan odam maza qiladi. Bizga o'xshaganligi sal qiyinroq bo'lar ekan baliq tushmasa agar. Lekin baliqchilar maza qilib o'tirishadi. Chunki shu jarayonni o'zi ularga yaxshi kayfiyat beradi. Dam olib, maza qilib. Mana bizani palatka. Anta do'stim o'tiribdi archaning orqasida. Nihoyat balig'imiz ham tushdi. Birinchi katta balig'imiz. Oy, qizilligini qara, qizilligini. Qip-qizil. Mashalloh, mashalloh. Bunaqa baliq ovidan keyin bitta zavtrak qilmasa bo'lmaydi. Mana yengiz tushdi. Ketdi mana yengiz. Xuddi как будто katta baliq tutgan. Bu balon chiqaramadi, mana Sadiq bor ekan. Mana. Qo'lga kirib ketdi. Ana tapishgan hozir. Tapishga mana. Yengi kelib bo'ldi. Mana bismillah deb 7 ta baliqni uje maydalab marinovka qilib, Xudo xolasa mana hozir mana yog'la tayyor. Hozir mana solishni boshlaymiz. Daryo baliqlari. Voy, bularni bijillasini qaraydi. Vohay. Ko'ringlar.